Assalomu alaykum. Mana bugun Mr. Carving jamoasi Bog'ot yilida Istanbul to'yxonasida yaxshi kun to'y tantanada. Ya'ni bugun Istanbul to'yxonasida Bog'otning eng oldi studiyalaridan Visol Media, Urganchdan Mr. Carving jamoasi va bir qator eng oldi san'atkorlarimiz hamma shu yerga jamlangan bo'ldik. Bugungi ustalarimizni sizga obzor etib o'tadigan bo'lsak, stolimizda meva naturalniy turadi, kesilgan holda yana addiniy turadi va Mistoy assortimizning o'rnina transh degan go'shtli mahsulotimiz bor. Shu go'shtli mahsulotimiz sizlarga juda ham mazali, mazmun bo'ladi degan umiddamiz. Va undan tashqari sveji assortimiz siz aziz mehmonlarimiz uchun va o'rtada 6 xildan ortiq salatlarimiz va non mahsulotlarimiz assortiment holda qo'yilgan barchasi. Noz ne'matdan keyin faqat birinchi, ikkinchi, uchinchi ovqatlarimiz siz aziz muxlislarimiz uchun hozir oshpazlarimiz tomonidan tayyorlanmoqda. Ya'ni birinchi ovqatimiz somsa, go'shtli somsamiz. Har bitta kishimizga alohida juda ham mazali somsa yeb baho berasizlar. Ikkinchi ovqatimiz 3 turli go'shtdan tayyorlangan, ya'ni assorti ovqat deymiz. Biz xorazmchasiga 3 turli ovqatimiz, assorti taomimiz siz aziz mehmonlarimiz uchun. Issiq ovqat yeb bo'lgandan keyin juda ham qisib ketganligingiz sababli har bitta mehmonimizga morojniy, ya'ni plomber morojnidan siz mehmonlarimiz uchun Qo'shnazarov oilasi tomonidan taqdim etiladi. Bugungi to'yimizni chiroyli qilib tasvirga olayotgan Visol Media yigitlariga ham chin qalbimizdan rahmat aytamiz.